Ba'zi salaflar Alloh taoloni la taqrabus solata va antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun oyatini, ya'ni namozga mast holatda yaqinlashmanglar. Hatto gapirayotgan gaplaringni nima deyotganlaringni bilmaguningcha. Odam nima deyotganini bilmay turib, mast holatda bo'lib namoz o'qib bo'lmaydi. Mana shu oyatni tafsirida aytganlarki, qancha namoz o'quvchilar bor. Ular aroq ichmagan, mast emas, lekin namozida nima deyotganini bilmaydi degan. Ichib olmagan bu odam, lekin nima deyotganini bilmay namoz o'qiydi, shoshilib, hayoli parishon bo'lib. Nima uchun? Chunki dunyoni g'am-qayg'ulari uni mast qilib qo'ygan degan. Allohul musta'an, mana bu juda ham bir achinarli holatki, aksar odamning holati emasmi mana shu. Dunyo mashg'ulotlari bilan shunaqangi chalg'iganki odam, shunaqangi ko'p narsalarni o'ylaydiki, nima deyotganini ham bilmaydi, necha rakat o'qiganini ham bilmaydi. Namoz boshlanganini biladi, salom berganini bir qarasa namoz o'qib qo'yibdi. Mana shu ahvoliga kelib qolindi, subhanalloh. Odam bu namozlaridan hisob-kitob qilinadi qiyomat kuni. So'raladi.